Men buni uzr bilan aytaman. Yoshi ulug' otalarimiz turishdi, maşallah. Biz qo'limiz ko'ksimizda doim sizni duoyingizga xaridormiz. Yoshlarga nisbatan aytayapman. Onaga nisbatan, otaga nisbatan baraka topkur, ehtiyot bo'ling. Ahmadul Asqaloniyni rahimahullohning so'zlari bor ekan. Ota ona ko'chadan kelgan paytida farzand o'tirgan bo'lsa-yu, o'rnidan turib hurmat qilmadimi? Farzandning iqbolidagi fayzini, barakasini yeb qo'yadigan manqurtga aylangani o'sha birinchi qadam ekan. Ota ona kelgan paytida o'rnimizdan turamiz. Mana shunday turamiz. Bizni qiblagohimiz ular. Bizni emizgan, Yosin bilan emizgan, tahorat bilan emizgan, Bismillahirrohmanirrohim bilan emizgan ulug' zotlar, ularga nisbatan hatto ota-onani huzurida shu darajadaki, ota-onani huzurida farzand haqqi yo'qki deylar oldida yurishlikka. Bu beodoblikka kiradi. Bu farzandni nazardan qolishligiga sabab bo'ladi. Vaholanki qaysi farzandlarki ota-onasining huzurida oyoq uzatib bemalol o'tirsa. Bizning ustozimiz Alloh rahmat qilsin, u kishi aytgan edilar: "Men otamning huzurlarida u kishiga Alloh taolo 20 yil qaradim. Betob bo'lib, oyoq qo'llari ishlamasdan yotdilar" dedi. 20 yil. Allohga qasamki dedilar, Allohga qasamki, biror marta men otamning huzurlarida oyog'imni yozmaganman deylar. Cho'kka tushib o'tirganman. Allohim mabodo shu xulq, mana shu qilgan amalim sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, Parvardigor, meni gunohlarimni kechirgin. Ey shogirdlarim, sizlar guvoh bo'linglar deb yig'laganlar. Ota-onasining huzurida baqirish, ularga qo'pol muomala qilishlik, siz bilmaysiz, jim turing deyishlik, umuman bu narsalar birortasi ularga qo'limizni begiz qilish, hattoki poyabzalini yechmasdan ota-onasiga nisbatan muomala qilgan odamni eng og'ir gunohlar kutayotganligi haqida ulamolarimiz aytadilar. Shuning uchun demak, har birimiz yoshlar, ayniqsa akalarimiz, ukalarimiz ehtiyot bo'laylik. Baxt saodatni boshqa joydan axtarmang. Siz uchun alohida bir ishim yurmayapti, unaqa bo'lmayapti, men ko'p joyda aytayapman. Oy, baraka topkur, dam soladigan domlani kerak yo'q. Eng katta domillo ota-ona. U rus bo'ladimi? U yahudiy bo'ladimi? Majusiy bo'ladimi? Nasroniy bo'ladimi? Xotinni xunigi chiroyligi bo'lishi mumkin. Onaning xunigi bo'lmaydi. Onani yomoni bo'lmaydi. Onani albatta u jirkanadigani bo'lmaydi. U ona bizni bunyodkorimiz, bizni bog'bonimiz, bizni dunyoga keltirgan, bizning ana shunday ulug' bir sanoatda birinchi buyuk yaratuvchi Alloh taolo bo'lsa, ikkinchi Alloh taolo sababiyada yaratuvchi qilib ota-onalarimizni qildi. Demak, ular duo qiladimi? Duo qilmaydimi? Qo'lini ko'tarib duo qiladimi? Qo'lini ko'tarmaydimi? Oy, bizni haqqimiz yo'q u yoqqa aralashishga. Biz xizmat qilamiz faqat. Xo'p bo'ladi deymiz. Qo'limiz ko'ksimizda turadi. Onajonim, vali ne'matim meni, otajonim, meni qiblagohim, meni tabarrukim, meni Ka'batullohim. Mana shundan u yoqqa o'tishda haqqimiz yo'q. O'zimizni bir yig'ishtirib olaylik. Bir oldi orqamizga qarab olaylik. Ularga qilayotgan munosabatimizga bir e'tiborliroq bo'laylik. Biror marta onamizni olib shahrimizdagi eng go'zal bir tamaddixonaga onajonni o'zlarini xonimlarcha kiyintirib, qani ona yuring, faqat ikkovimiz deb biror marta olib borganingizni eslaysizmi? Onajonni o'zlariga ro'para kelib, "Men onajon, men sizni yaxshi bilaman. Ertalabki taomga mana buni yaxshi ko'rasiz. Kunduzi mana buni yaxshi ko'rasiz. Qishda kiyadigan mana bu kiyimlarni yaxshi ko'rasiz. Yozda esa mana mayda gullik mana bu chit ko'ylaklarni, adras atlaslarni, mana bu hozirgi yoshi ulug'larga monandonasini yaxshi ko'rasiz" degan narsani qani birma-bir necha raqamgacha qo'lingiz hech bo'lmaganda mana shu 10 qo'lingizni birinchi raqamini tugata olasizmi? Savol bering o'zingizga. Men farzandman, qani onamni qanchalik yaxshi ko'raman? Onamni aytmasdan turib qo'l telefonlarga pul tushirdimmi? Onam aytmasdan turib dori-darmonlar keldimi? Qani mana shu 5 ta raqamdan u yoqqa o'ta olsangiz, demak siz eng baxtli bugungi kunning avliyosi desa xato bo'lmaydi. Lekin shuni qila turib, shu xizmatni qila turib, minnat qilyaptimi? Qo'pol muomala qilyaptimi? Jirkib beryaptimi? U hatto u qo'l ko'tarishga ham arzimaydigan eng fasodlik,
eng dunyodagi haqiqatda pastkash odamdan boshqa odam emas.